yosh moda ixlosmandlari diqqatiga. Yoshlar ishlari agentligi hamda O'zbekiston mahallalari uyushmasi Qizlar akademiyasi tomonidan yangi iste'dodlarni kashf etishga qaratilgan moda yo'li ko'rik tanloviga start berildi. Tanlovda 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan havaskor dizaynerlar 5 ta yo'nalish bo'yicha ishtirok etishlari mumkin. Tanlov mahalla, tuman, shahar, viloyat va respublika bosqichlarida o'tkaziladi. G'oliblarni qimmatbaho pul mukofotlari, moda sohasida rivojlanish imkoniyatlari hamda chet eldagi nufuzli moda maktablarida malaka oshirish imkoniyati kutmoqda. Arizalar 15-iyulga qadar Moda yo'li bot Telegram boti orqali qabul qilinadi. Moda yo'li iste'dodingizni namoyon etish sari yangi imkoniyat.